22 mikrorayon Targoviy tarafda joylashgan 4 etajli beton joyimizning 2 etajida bokovoy tarafida 3 xonali 76 kvadrat metrga ega bo'lgan uyimiz sotuvga qo'yildi. Bu uyimizning sirtqi ko'rinishi bo'ladi. Pod'ezd tarafdan kiritimiz eshigimiz ustida 2 eshikdan ishlab qo'ygan ekan. Al bu uyimizning kirer yeri koridori bo'ladi. Keng koridordan boshlanadi. Bölmelerimiz bölek-bölek joylashgan. Bu birinchi bölmemiz uyimizning mehmonxona bölmesi bo'ladi. Remont жағдайларын ko'rib tursiz. Remont yo'q. Shunday uylarda ko'pchilik odamlar so'rab o'tir edi. Biz remont uylarda, ya'ni arzonroq uylar chiqsa ayting deb, meni shu odamlarga usunus etib qolamiz. Ikkinchi bölmemiz bilan tanishtirib o'tdik. Bu tarafda 3-bölmemiz joylashgan. Ya'ni burada uyimizning mehmonxona bölmesi. Bahası 285 milyon azg'antay kelsimli deb o'tiribdi. Agar o'sha uy turali to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, 91 kodi bilan 377 0044 telefondan baylansangiz bo'ladi. Hajatxonasi, juvnuxonasi bo'lak-bo'lak joylashgan ekan. Endi bu tarafda uyimizning asxona tarafi shu yerda joylashgan. Al bu tarafında uyimizning balkon tarafi joylashgan, ya'ni ulkan 6 metrlik balkonimiz bor. Remont жұмысларын o'z qo'lingizdek qilib ishlab olsangiz bir ajoyib uyga aylanadi. Yaxshi yerda, ya'ni Targoviy tarafda To'rtko'l guzari bo'yida yaqin yerda joylashgan uyimiz bo'ladi. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi uylarda ko'rishguncha.